Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi so'nggi voqealar haqida eng muhim ma'lumotlarni taqdim etamiz. E'tiboringizda jahon kun tartibidagi dolzarb yangiliklar. Demak, boshladik. And in June, we obliterated Iran's nuclear capacity in Operation Midnight Hammer. Trump Eronga muhim shart qo'ydi. AQSh prezidenti agarda Eron yadroviy kelishuvni qabul qilmasa, Tehronga qarshi harbiy zarba berilishi mumkinligini aytib, tahdid qildi. Ahamiyatlisi belgilangan muddat 24 soat. Trump Eronni imkon qadar tez muzokaralar stoliga o'tirib, yadroviy qurolsiz, adolatli va teng huquqli bitim tuzishga chaqirgan. Uning so'zlariga ko'ra, vaqt tugab bormoqda va agar kelishuvga erishilmasa, keyingi zarba 2025-yilning iyunida o'tkazilgan yarim tun bolg'asi operatsiyasi doirasidagi hujumlardan ham kuchliroq bo'ladi. O'sha paytda AQSh havo va dengiz kuchlari Eronning yadroviy obyektlariga zarba bergan edi. Shuningdek, Trump mintaqaga USS Abraham Lincoln aviatashuvchisi boshchiligidagi ulkan flot yo'naltirilganini ma'lum qilgan. Uning ta'kidlashicha, bu flot Venesuelaga yuborilgan kuchlardan ham kattaroq bo'lib, zarurat tug'ilganda kuch ishlatishga tayyor. AQSh davlat kotibi Rubioning so'zlariga ko'ra, hozirda Yaqin Sharqqa taxminan 30 mingdan 40 minggacha AQSh askarlari joylashgan. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Trump Eron bo'yicha yangi harbiy variantlarni ko'rib chiqmoqda. CNN va Reuters manbalarga tayanib yozishicha, muhokama qilinayotgan variantlar orasida Eron rahbariyati va xavfsizlik kuchlari vakillariga, shuningdek, yadroviy obyektlar va davlat muassasalariga zarba berish ehtimoli ham bor. Bundan avvalgi Trumpning Eronni vayron qilishni ma'lum qilib yozgan postlariga Eron ham javob qaytardi. AQSh oxirgi bor Afg'oniston va Iroqda urushlarga kirganida 7 trillion dollardan ortiq mablag'ni sovurdi va 7 mingdan ziyod amerikalik hayotdan ko'z yumdi. Eron o'zaro hurmat va manfaatlarga asoslangan muloqotga tayyor, ammo bosim o'tkazilsa, u o'zini himoya qiladi va misli ko'rilmagan tarzda javob qaytaradi, deyiladi Eronning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi elchixonasi xabarida. The Wall Street Journal'ning xabar berishicha, ayni vaqtda Eron Trump taklif qilgan kelishuvni rad etgan va uran boyitishni davom ettiradi. Kolumbiyada yo'lovchi samolyoti qulab tushdi. Oqibatda 15 kishi halok bo'ldi. Samolyot davlatga qarashli Satena aviakompaniyasiga tegishli bo'lgan. Yo'lovchilar orasida Kolumbiya Kongressi vakili palatasi deputati Diagen Quintero hamda deputatlikka nomzod Carlos Salcedo bo'lgan. HK4709 bort raqamiga ega samolyot bilan oxirgi aloqa Kolumbiyada mahalliy vaqt bilan 11:54 da o'rnatilgan. Bu samolyot Kakuta shahridan parvoz qilganidan 12 daqiqa o'tib sodir bo'lgan. Samolyot Camilo Dasa aeroportidan uchib chiqib taxminan 12:05 da Okeania munitsipalitesidagi Aguas Claras aeroportiga qo'nishi rejalashtirilgan edi. So'nggi bor samolyot koordinatalari Playa de Belin va Hakkari munitsipalitetlar orasidagi tog'li hudud ustida qayd etilgan. Keyinchalik Satena aviakompaniyasi samolyotining yonilg'isi tugagani, shuningdek, favqulodda radio mayog'i ishga tushganini ma'lum qilgan. Qulab tushgan samolyotni mahalliy aholi aniqlagan. Hozirda hodisa sabablari o'rganilmoqda. Bortida 13 nafar yo'lovchi va 2 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan. Halok bo'lganlarning yaqinlari uchun maxsus ishonch telefoni tashkil etilgan. Suriya muvaqqat prezidenti Ahmad Ashshara kecha 28-yanvar kuni Moskvaga tashrif buyurdi hamda mamlakat yetakchisi Vladimir Putin bilan uchrashdi. Bu Ashsharaning Rossiya poytaxtiga ikkinchi tashrifi hisoblanadi. Birinchisi 2025-yil oktyabrda bo'lib o'tgan. Dastlab uchrashuv birinchi Rossiya Arab sammitida o'tkazilishi kerak edi, biroq AQSh vositachiligidagi G'arb sektorida erishilgan sulh tufayli u bekor qilingan. Ashshara bir qator masalalarda Putin bilan muzokaralar o'tkazdi. Ushbu uchrashuv Damashq mamlakat hududining ustidan nazoratni qayta tiklashga yaqinlashayotgan bir vaqtda sodir bo'ldi. Jumladan ilgari kurd kuchlari ta'sirida bo'lgan shimoliy hududlar ham bunga kiradi. Uchrashuvning rasmiy qismida Putin avvalgi uchrashuvdan buyon o'tgan 3 oy davomida tomonlar ikki tomonlama munosabatlarni tiklash bo'yicha ko'p ish qilganini va iqtisodiy hamkorlikni o'lik nuqtadan siljitishga erishilganini aytgan. 4% dan ortiq o'sish bu biz xohlaganchalik yuqori ko'rsatkich bo'lmasligi mumkin, lekin har holda sezilarli harakat va bu ajoyib tendensiyani albatta saqlab qolishimiz kerak, dedi Rossiya prezidenti. Shuningdek, u Rossiya kompaniyalari, jumladan qurilish firmalari Suriyani tiklashda ishtirok etishga tayyorligini bildirdi.
Ash-Shara o'z navbatida 2025-yil davomida ikki davlat delegatsiyalarining 13 ga yaqin o'zaro tashrifi amalga oshirilganini ma'lum qildi. U Suriya sanksiyalarini yengib o'tishda katta yo'l bosib o'tganini ta'kidladi. Uchrashuv oldidan Kreml muzokaralar mavzularidan biri Suriyadagi Rossiya harbiy obyektlari taqdiri bo'lishini e'lon qildi. Shu hafta boshida Reuters agentligi va Iroqda joylashgan Kurdiston 24 telekanali rus harbiylari Suriyadagi Qamishli aerodromidan olib chiqilayotganini xabar bergan edi. Rossiya harbiylari bu yerga 2019-yilda Turkiya va kurd kuchlari o'rtasidagi sulhni ta'minlash uchun joylashtirilgan edi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu ma'lumotlarga izoh berishdan bosh tortib, qo'shinlar joylashuvi Mudofaa vazirligi vakolatiga kirishini aytgan. Nipah virusi Osiyo mamlakatlarini Hindistondan kelayotgan yo'lovchilarni tekshirishga majbur qildi. Mazkur kasallikka qarshi vaksina yoki davo yo'qligi sababli undan o'lim darajasi juda yuqori, 40% dan 75% gacha. Tailand G'arbiy Bengaliyadan parvozlarni qabul qiluvchi 3 ta aeroportda yo'lovchilarni tekshirishni boshladi. Nepal nafaqat Katmandu aeroportiga kelganlarni, balki Hindiston bilan quruqlikdagi chegara punktlari orqali mamlakatga kirganlarni ham tekshirmoqda. Qirg'iziston, Qozog'iston va O'zbekiston rasmiylari ham chegara o'tkazish punktlarida tibbiy nazoratni kuchaytirdi. Yanvar oyi boshida G'arbiy Bengaliyada 5 nafar tibbiyot xodimi virusga chalingan. Ulardan birining ahvoli og'ir. Ular bilan muloqotda bo'lgan 110 ga yaqin kishi karantinga olingan. Virus hayvonlardan odamlarga yuqishi mumkin. Ushbu kasallikka qarshi vaksina yoki davo yo'qligi sababli undan o'lim darajasi juda yuqori. 27-yanvar kuni Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda birorta ham kasallanish holati qayd etilmaganini ma'lum qildi. O'zbekiston hukumat ham kasallik holatlari yo'qligini ma'lum qilib, chegarada nazorat kuchaytirilgani bildirildi. Ta'kidlanishicha, ushbu kasallikning mamlakatga kirib kelish ehtimoli juda past. Avvalroq Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi chegarada Hindiston va Janubi-Sharqiy Osiyoning boshqa mamlakatlaridan kelayotgan fuqarolarga alohida e'tibor qaratgan holda sanitariya va karantin nazorati kuchaytirilgani haqida xabar bergan edi. Global yangiliklarning eng muhimlarini Daryoda kuzatishda davom eting. Bizdan uzoqlashmang. Yana ko'rishguncha omon bo'ling.